Assalomu alaykum. Bugun 27-avgust payshanba kuni 2026-yil. Namangan shahar Afsonabo'yi bog'idama Xo'jalar Jahongir O'zijon ham aktyor, ham qo'shiqchilar keldilar. O'zashida olaman. Bundan oldin ichkarida ko'rishdim. Endi edan 3-4 ta qo'shiqlarni oldim. Endi edan chiqarishdi, mayli deb chiqdim. Endi bag'dan olamandim. Xo'p deyishdi. Endi bag'da nima qilib olaman. Bo'pti. Unda bo'pti emas hali. Hali davom etamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat.